tumani, Qo'qondan o'tganda Obod mahallada joylashgan. Bu uyimiz ikkalasi ham sotuvda. Bu uyimizni sotuv 5 ta xona. Uy ichini ko'rsataman, obzor qilaman, qo'yinglar, baho beringlar, narxini oxirida aytaman. Bo'layotgan bo'lsa ham joy qoldirilgan, archilik ekilgan, chiroyli qilib, mana fasadni ko'ryapsizlarmi, juda chiroyli qilingan. Shundan ikkita bir xil. Hozir ichkariga kirishni ko'rsatamiz. Hozir kirishimiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bo'tga bemalol 4 ta mashina sig'adi. 4 ta mashina bemalol sig'adi. Bu hovlini ko'rinishi bizda. Mana bu yerda zo'l joy qoldirilgan. Bu yerda podvol, shu oshxonaning tegi podvol. Mana bu kirishimiz. Bu yerdan boshlasak. Bu yerda bizda mana oshxona. Ko'rayotgan bo'lsangiz, oshxonamiz kattagina. Ko'chadan ham kirsa bo'ladi, hovlidan. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Zal. Zalimiz ham kattagina ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda bizga sanuzul. Bizga chiqarishlar holatda. Bu yerda hol xolisini zal qilinglar. Kattagina. Bu xonadan boshlasak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Mana sanuzul. Bu yerda kichik balkoni bor. Chiqib hovlini ko'rsa bo'ladi. Bitta xonamiz bizda. Shkafga joy qoldirilgan. Bitta sanuzul yana. Yana xonamiz bizda. Biz bu uyimizga 129 ming so'raymiz.